Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 3 ta daraxtimiz haqida obzor qilib o'taman. Birinchisi bu shingo nok daraxti, bunisi chuvang nok daraxti, bunisi onang nok daraxti. Uchalasi ham 3 xil. O'sishi ham, meva hosiliga kirib, meva yetilib, uzish davri ham uchalasi ham 3 xil. Onang nok daraxti odatda yozda nok pishib, уже uzishga tayyor bo'ladi. Chuvang bo'lsa kuzni o'rtalarida, kuzni oxirlarida уже pishib tayyor bo'ladi. O'sishi ham, urug' kurtaklanish jarayoni ham umuman boshqacha. Rangi ham boshqacha, o'sish tartibi ham boshqacha. Bu chuvang shingonok daraxti. Shingonok daraxti ham umuman kurtaklari ham boshqacha bo'ladi. Meva odatda Chusoq bayramida meva tayyor bo'ladi.